talang yo'q. Navoiy viloyatida joriy yil boshidan shu kunga qadar odam tashish qoidalarini buzganligi uchun 1342 nafar qoidabuzarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Shulardan 31 ta holat bog'cha bolalarini tashish bilan bog'liq. Ularga nisbatan ko'rilayotgan qonuniy choralar, profilaktik tadbirlarga qaramasdan bu qoidabuzarlikning hali hanuz uchrashi achinarli holat. Eng yomoni Matiz rusumli transport vositasi bilan bo'lgan holat ham ayrimlarga xulosa uchun yetarli bo'lmadi. Joriy yilning 6-may kuni erta tongdan Navoiy shahri hududida xizmat olib borayotgan yo'l-patrul xizmati xodimi tomonidan nodavlat ta'lim tashkilotiga tegishli Jak rusumli transport vositasi to'xtatiladi. Karmana tumanida joylashgan xususiy bog'cha binosi tomon yo'l olgan avtomashina salonida esa 30 nafar bog'cha tarbiyalanuvchilari. Bog'chaga bola terib olib ketdik. Ikkita mashinada yurardik shaharga. Ikkinchi mashinamiz buzilib qoldi. Shunda yordamga chaqirdilar. Biz keyin u bolani olib o'zimizning ikkinchi mashinaga yukladik. Xodimlar to'xtatib bizani nima qildilar? Qonun qoidabuzarlikka yo'l qo'yganimizni aytdilar. Bu qaytib takrorlanmaydi. Boshqarma binosiga chaqirilgan bog'cha mudirasi, tarbiyachi hamda haydovchi bilan ushbu qoidabuzarlikning oqibati haqida profilaktik tadbirlar amalga oshirilib, ta'sirchan videorolik namoyish etildi. O'zi va yo'lovchilarning xavfsizligi masalasi zimmasida bo'lgan haydovchi bu qoidabuzarligini shunday izohladi. Endi ma'zur bo'lib qolish, mashinamiz ikkinchi mashinamiz buzilib qolgani uchun sababi shu bo'ldi. Farzandini beparvolarcha shu tariqa berib yuborayotgan ota-onalar nahotki bog'cha ma'muriyatidan bolalarni belgilangan tartibga amal qilgan holda tashishni talab qilishmaydi. Masalaning bu tomoni ham og'riqli va achinarli holat. Negaki bolasi uchun yashayotgan, ishlayotgan har bir ota-ona uning xavfsizligi uchun ham bosh qotirsa maqsadga muvofiq bo'lardi.